Mana nima uchun erkak kishini chuqur xo'rsingani ayolni tuni bilan yig'laganidan og'irroqdir. Yaqin kunlarda Kaliforniyada sodir bo'layotgan yong'in deyarli 50 dan oshiq dunyo mashhurlarining qimmatbaho uylardan ajralishiga sabab bo'ldi. Ularning orasida Batman rolini ijro etgan mashhur aktyor Ben Affleck ham bor. Hech qancha avval internetda Ben Affleckning mashinada o'tirgan surati paydo bo'ldi. Ushbu suratni olgan va internetga joylagan yigitlarning gapiga qaraganda Ben Affleck mashinasida o'tirib ko'z oldida $100 million hashamatli uyi yonib kul bo'layotganini tomosha qilib o'tirgan. Uning uyida $50 million naqd puli, qimmatbaho brilliantlari va o'nlab eng mashhur brend asosidagi mashinalari ham bo'lgan. Affleck yarim soat davomida yonayotgan uyini tomosha qilib o'tirgan. Unda hech qanday g'azab yoki qo'rquv reaksiyalari kuzatilmagan. U shunchaki butun umr yig'ib terganlari ko'z oldida kulga aylanayotganini tomosha qilib o'tirgan. Erkak kishi dod solib yig'lamaydi. U shunchaki bir nuqtaga qarab uzoq vaqt o'ylanib qolgani uni qalbida haqiqiy qiyomat qoyin kechayotganidan dalolat beradi. Agarda gapimga qo'shilsangiz kommentariyaga to'g'ri so'zini yozib qoldiring.